Bizning keyingi gapimiz mening ukamning kuchugida suyak bor. Ko'rib turganingizdek have has kimdadir bor mavzusidagi gap va buni birgalikda tarjima qilishga harakat qilamiz. Ketdik. Formulaga yo'nalamiz. Bizda birinchi bo'lib gapning egasi, ya'ni subject. Kimda suyak bor degan savol turibdi. Ya'ni gapda menda suyak bor emas, ukamda suyak bor emas, aynan kuchukda suyak borligi uchun gapni egasiga kuchukni olamiz. Ya'ni puppy, kuchuk. Puppy. Kuchukni oldik. Ega ketdi. Endi kuchukka moslab yoki have yoki has, ya'ni bor degan so'zni yordamchi fe'lni qo'shishimiz kerak. Kuchuk, ya'ni it olmoshiga to'g'ri kelgani uchun biza has olmoshini olamiz. Yordamchi fe'lni olamiz. Has ketdi. Kuchukda bor dedik. Endi nima borligini aytsak bo'ldi. Ya'ni suyak bor ekan. Suyak bor ekan. A bone. Nega a qo'yganimizni bilasiz? Qandaydir bir suyak bizga ma'lum emas. Ana endi shunchaki gapimizni yakunlab qo'ysak bo'ldi. Mening ukamning, mening my ukaning, my brother's puppy has a bone.